Oygu ismli ayol 45 yoshda edi. U hayoti davomida ko'p narsalarni boshidan o'tkazdi: muhabbat, xiyonat, boylik, yo'qotish, tan olish va inkor. Bir kuni u uyg'onib, o'zini mutlaqo boshqa joyda, qorong'u, jimjit va muammoli bir dunyoda topdi. Bu yer qayer? deb o'ziga savol berdi u, ammo javob yo'q. Uning oldida 7 ta eshik bor edi, har biri turlicha ko'rinishda. Qora, qizil, yashil, oq, zard, ko'k va kumush rang eshiklar. Bir ovoz eshitildi. Oygu, sen hozir do'zax chegarasidasan. Senga hukm chiqarilgan, lekin hali ham kech bo'lmagan. Har bir eshik ortida sening gunohlaringning yuzi, zamiri va natijasi turibdi. Agar sen bu eshiklar orqali yursang, hayotingni to'liq tushunib tozalanishing mumkin. Ammo bu oson bo'lmaydi. Oygu nafasini tiyib birinchi eshik, qora eshikni ochdi. Birinchi eshik, yo'qotilgan bola. Bu eshik ortida ilonlar bilan qoplangan sahro bor edi. Har bir ilon bir og'riq, bir xatoni anglatardi. Bu yerda u o'zining birinchi farzandidan voz kechganini esladi. Yoshligida muhabbatsiz uyda katta bo'lgan Oygu bir yigitdan homilador bo'lgan, lekin bu holni yashirish uchun bolasini tugilmasdan oldin bo'g'dirgan edi. Bu uning qalbida butun umr og'riq bo'lib qolgan, lekin u hech qachon buni tan olmagan. Ilonlar unga tashlandi. Biri ishonchsizlik, biri qo'rquv, biri tan olishdan qochish deb chaqirar edi. Ular ichidan yo'l topib, Oygu keyingi eshik sari yurdi. Ikkinchi eshik, muhabbatda xiyonat. Qizil eshik ortida qonli yuraklar osilgan armon bor edi. Bu yerda u eriga xiyonat qilganini esladi. Har bir yurak bir xiyonat, bir aldov edi. U hayotida bir necha erkak bilan munosabatda bo'lgan, ammo bu sevgidan emas, o'zini to'ldirish uchun, boshqaga yara yetkazish uchun. Ushbu yuraklar uning oldida yiglar edi. Biz seni yaxshi ko'rdik, sen esa bizga zahar solding, der edi ular. Oygu yuragida ilk bor afsus tuydi. Menga sevgi berilgan edi, lekin men uni niqob qilib ishlatdim, dedi u ichida. Va uchinchi eshik, onaga nisbatan befarqlik. Yashil eshikni ochganda chiroyli bog'dagi qari xotin ko'rindi. Bu uning onasi edi. Har doim mehr izlagan, lekin hech topa olmagan ona. Oygu uni faqat zarur vaqtda ko'rgan, o'g'riqda tashlab ketgan, vafot etganda esa oxirgi marta yuziga qaramagan. Men senga ona bo'ldim. Sen esa menga begona, dedi u xotin. Oygu bo'y suqib yugurdi, onaning qo'lidan ushlamoqchi bo'ldi, lekin u parchalanib yerga sochildi. Va to'rtinchi eshik, boylik ichida qashshoqlik. Oq eshikda shisha saroy bor edi. Bu yerda Oygu o'ziga qurgan dunyoda yashar edi. Boylik, zeb-zinat, ammo muhabbatsiz, do'stsiz va baxtsiz. U odamlarni past ko'rgan, muhtojlarni kamsitgan, xizmatchilarni haqorat qilgan. Bir xizmatchi yuzsiz holda uning oldida turib, "Biz senga insoniyat ko'rsatdik. Sen esa faqat oltin ko'rding", dedi. Oygu bu saroyning naqadar bosh ekanini angladi. Uni yopgan shisha devorlar sinib tushdi. U qochib keyingi eshik sari yugurdi. Va 5-eshik, qiziga yetkazilgan zarar. Zard eshikdan kirganda qora uyda bola yig'layotganini eshitdi. Bu uning qizi edi. U qizini muhabbat bilan emas, nazorat, ta'na va talab bilan katta qilgan. Qizi uni hurmat qilardi, lekin sevmas edi. "Men sening idealing bo'lishni emas, qizing bo'lishni xohlardim", der edi qiz. Oygu yig'ladi. "Men bilmaganman. Men faqat qo'rquvdan seni qo'ymaganman. Erkinligingni o'g'irlaganman." Qizi undan yuz o'girdi. Hech narsa demasdan g'oyib bo'ldi. 6-eshik, Xudoga nisbatan befarqlik. Ko'k eshikda masjidlar, cherkovlar, ibodatxonalar bosh edi. U ichkariga kirganda juda katta bir kitob ochildi. U hayot kitobi edi. U yerda Oyguning har bir harakati yozilgan edi. Xudo unga hayot, aql, kuch bergan, ammo u faqat moddiylikni tanlagan. Ichki tinchlik o'rniga tashqi ko'rsatkichni qurgan. "Sening yuragingga gapirdim. Sen esa doimo jim bo'lding", deb yozilgan edi kitobda. Oygu tiz cho'kdi. Ilk marta qalban to'kilib, "Ey Parvardigorim, meni kechir", dedi. 7-eshik, tan olish va oqlanish. Kumush eshikdagi xonani faqat yurak kaliti ochar edi.
Bu kalit uning ko'kragida paydo bo'ldi. Afsus, tan olish va kechirim so'rash tuyg'usi uning qalbini ochdi. Bu eshik ortida nur bor edi. Nur ichida bir ayol turardi, o'zining samimiy, sof versiyasi. Ha, sen gunoh qilding. Lekin sen tan olding. Bu seni o'zingga qaytardi. Eng katta gunoh tan olmaslik, dedi u ayol. Ihi toza chiqish. Oygu toliq yigiladi. Yuragi yengillashdi. Eshiklar ortidagi o'g'riqlar endi unga saboq bo'lib qoldi. Endi u hayotga qayta olishini his qildi. Bir ovoz yana eshitildi. Oygu, sen endi tozalangansan. Dozoq seni talab qilmas. Sen endi o'z tanloving bilan yashaysan. Va u uyg'ondi. Oygu yana ko'zini ochdi. U hali tirik edi. Hali kech bo'lmagan edi. Oygu ismli ayol 45 yoshda edi. U hayoti davomida ko'p narsalarni boshidan o'tkazdi. Muhabbat, xiyonat, boylik, yo'qotish, tan olish va inkor. Bir kuni u uyg'onib, o'zini mutlaqo boshqa joyda, qorong'u, jimjit va muammoli bir dunyoda topdi. Bu yer qayer? deb o'ziga savol berdi u, ammo javob yo'q. Uning oldida 7 ta eshik bor edi, har biri turlicha ko'rinishda. Qora, qizil, yashil, oq, zard, ko'k va kumush rang eshiklar. Bir ovoz eshitildi. Oygu, sen hozir dozoq chegarasidasan. Senga hukm chiqarilgan, lekin hali ham kech bo'lmagan. Har bir eshik ortida sening gunohlaringning yuzi, zamiri va natijasi turibdi. Agar sen bu eshiklar orqali yursang, hayotingni to'liq tushunib tozalanishing mumkin. Ammo bu oson bo'lmaydi. Oygu nafasini tiyib birinchi eshik, qora eshikni ochdi. Birinchi eshik, yo'qotilgan bola. Bu eshik ortida ilonlar bilan qoplangan sahro bor edi. Har bir ilon bir og'riq, bir xatoni anglatardi. Bu yerda u o'zining birinchi farzandidan voz kechganini esladi. Yoshligida muhabbatsiz uyda katta bo'lgan Oygu bir yigitdan homilador bo'lgan, lekin bu holni yashirish uchun bolasini tugilmasdan oldin bo'ktirgan edi. Bu uning qalbida butun umr og'riq bo'lib qolgan, lekin u hech qachon buni tan olmagan. Ilonlar unga tashlandi. Biri ishonchsizlik, biri qo'rquv, biri tan olishdan qochish deb chaqirar edi. Ular ichidan yo'l topib, Oygu keyingi eshik sari yurdi. Ikkinchi eshik, muhabbatda xiyonat. Qizil eshik ortida qonli yuraklar osilgan armon bor edi. Bu yerda u eriga xiyonat qilganini esladi. Har bir yurak bir xiyonat, bir aldov edi. U hayotida bir necha erkak bilan munosabatda bo'lgan, ammo bu sevgidan emas, o'zini to'ldirish uchun, boshqaga yara yetkazish uchun. Ushbu yuraklar uning oldida yiglar edi. Biz seni yaxshi ko'rdik, sen esa bizga zahar solding, der edi ular. Oygu yuragida ilk bor afsus tuydi.